Yunusoboddagi obyektimizga kelganmiz. Alloh nasibsi 90% ishlari tayyor bo'lib qoldi. Bir joyga kelaversangiz qadrdon bo'lib ketadi. Bu joyi aslida o'zi proyekt chizilgan bo'lgan. Biz buni dizaynerskiy chastini olib turib, interyerlarni boshladik. Ketma-ketlikda fasadlarini ham qilib berishni iltimos qiluvdilar akamlar. Mana xudo xolasa fasadlarni ham endi holatdagi planirovkaga moslab turib fasad chizilgan. Albatta ko'rishingiz mumkin original travertin toshlari bilan foydalanib chetlariga mana shunaqa mayda kabanchik ishlar bilan davom ettirilgan. Hovlimiz 5,5 sotuv maydonga ega. Umumiy hozir hamma yog'ini obzorlarini chiroyli qilib ko'rsatib chiqaman. Tepalarida ko'rishingiz mumkin alikapon qilingan. Bu ham endi maslahat bilan bo'lgan narsa. O'zi aslida bu yoqga biz tosh ilmoqchi edik. Konstruktivniy javob bermaganning hisobiga alikapon bilan yakunlashga qaror qilganmiz. Lekin umumiy holatda xudo xolasa uyimiz juda ham chiroyli bo'ldi. Hozir ozgina chal ishlari bor. Burchatkalarni qilib, xudo xolasa gazonlarni yotqizib, archalarni akkuratlik qilib, xudo xolasa uyni tugallaymiz. Hali oxirida ham yana qisqacha video qilamiz. Joyimiz Yunusobod Tekisor mahallada joylashgan. Hozir alohida yonidan qilib ko'rsatib beraman. Toshchi akalarim baraka topishsin. Qo'li gul ustalarimiz o'ziga chiroyli qilib umumiy fasadlarimizni shu holatga olib kelib berishdi. So'killarini hammasini xudo xolasa mana bu burchatkalari bilan ham o'zlari tayyor qilib bitkazib chiqadilar. Bu yo'ni ko'rishingiz mumkin tosh ichiga akkuratlik bilan anaqa zaryadchiklar alohida bu yoqda stansiyalarini mana shunaqa toshga akkuratlik skritli bo'ladigan qilib ketilgan. Mana shunday qaraganingizda umumiy fon bitta bo'lib qoladi. Patologni ham ko'rishingiz mumkin. Uy egalarini iltimoslariga binoan bir 3-4 xil variant berdi. Oxiri shunda to'xtalishga majbur bo'ldik. O'zlariga yoqqanini hisobiga. Mana bu yoqda qo'limiz kirganmiz. Ustamaga taqillab turing. Bu yoqqa kirganimizda mana bu yoqda alohida unvanlikka joy qoldirilgan. Albatta, akalarimiz bilan maslahatlashgan holatda shunaqa chiroyli qilib mana unvanning joylarini ham belgilab ketganmiz. Rustam aka fasad ishlarini o'zingiz qilib berasizmi hamma toshlarini? Qilamiz. Mabodo so'rab qolishsa, Rustam akamning nomerlarini pastda qoldiraman. Bemalol Rustam akamga aloqaga chiqsanglar, mana shu fasad ishlarini to'liq toshga tegishli hamma narsasini o'zlari chiroyli qilib yakunlab beradilar. Ya'ni oxirida video qilaman, ma'qul kelsa bemalol o'zlariga aloqaga chiqib, sizlar ham uyinglarni shu holatga olib kelsanglar bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, mana bordurlarni ham akkuratlik, so'kilni o'zini toshidan qilib turib, chiroyli qilib tugatib qo'yganlar. Bu yoqda mana fortikalarimizni tagiga akkuratlik gullarini qo'yib, 3 xil holatda yarashtirib, moslashtirib, xudo xolasa. Kimgadir bu narsa yoqadi, kimgadir yoqmasligi mumkin, lekin albatta bu uy egasini o'zini talabidan kelib chiqqan holatda bo'ladigan narsalar. Fasadimizni ko'rishingiz mumkin. Endi bu yoqni tepasini arka qilganimiz sababi o'zi eski holatida shunaqa bo'lganiga o'shanga moslab imkon qadar chiroyliroq qilib yakunlashga harakat qilganmiz. Ba'zi bir joylarida kam ko'sti agar bo'lgan bo'lsa, rozi bo'lasizlar. Sababi biz buni noldan chizmaganmiz. Mana bu yoqda podvolga tushib ketadigan qismimizni so'kilni shunaqa akkuratlik pastga davom ettirib yakunlab qo'yishgan. Xo'p, bu bizning o'zi aslida yozgi oshxonamiz, lekin buni ham qishki ishlaydigan qilganmiz. Buni xudo xolasa oldiga o'sha yig'iladigan shirmaga o'xshab raskladnoy rom bo'ladi umumiy oyna ko'rinishida. Yoz issiq kunlar bemalol chetga yig'ib qo'yaveramiz, boshqa payti yopib ishlatsak bo'ladi. To'pli polda qilingan, ikkita tomonga xizmat qilaveradi. Bu uyni ko'rayotgan bo'lsanglar, asosiy bino bilan pastki remyankani bir-biriga bog'lab turadigan joyi bo'lgani uchun xuddi shu holatda qilingan. Bo'lmasa hozir sizlarga birinchi bo'lib ichki interyer holatidan qilaman. Hop, kirishdan boshlaymiz. Mana akkuratli chetiga zinalarni ham ramkalarni qilib, orasiga yaxshi hozirgi kundagi trend bo'layotgan rangdagi kafillardan sifatlisdan qilingan. Bunaqa kafillarni o'zi ko'p joyda qilishayotganda, ham uchlari uchib, bosganda, nagruzkada dars ketib qolayotgan ekan, xudo xolasa yaxshisi. Mana bunaqa vitrajlarni qilib, xrustallardan kiraverishga shunaqa chiroyli holatda bo'lgan.
Xo'p, interyerga keladigan bo'lsak, interyerni ham 2-3 xil variantda qilganmiz. Hammasini xudo xolisi o'zimiz chiroyli holatda oxirigacha mana qarab, kamchiliklarni to'ldirib harakat qilyapmiz. Hop, aytishinglar mumkin, kimgadir balki bu bachkana tuyular, kimgadir yoqadi. Biz o'zi bu yerga luxury neoklassika qilib qildik, soddaroq bo'ladigan qilib. Lekin uy egalari biz bu yoqda mehmon kutamiz, mehmondorchilikka mosroq bo'lib, sal to'ldirib beringlar deganlarga mana shunaqa kolonnalarni ko'p qilib, egalariga yoqqani uchun shunaqa holatda qilingan. Bu bizani ota-onalarimiz uchun moslangan joy. Bu yerda faqat o'sha yosh katta uy egalarining ota-onalari bor. Ular uchun sharoit qilib ketilgan. Bu ularning yotoqxonalari. Ko'rishingiz mumkin, kirganda bu yoqda shkafimiz, kravatimiz va o'zlari uchun tahorat bilan alohida yuvinishlariga mana sanuzellari qilib ketilgan. Hammamizga mana shunaqa ota-onalarimiz uchun alohida sharoit qilib beradigan Alloh mablag'i bersin va yangi uchastkalarda shunaqa sharoitni qilib beraylik. Bu eshigimiz. Bismillah, ochamiz. Hop, mana bitta milliy xonamiz bor. Hozir naryoqdan aylanib kelib ko'rsataman. O'zi bir xil holatlarda dizayn qilib berganingizda kimgadir bittada ishingiz yoqadi, kimgadir qayta o'zgartirib berishingizga to'g'ri keladi. Endi bu ham albatta klientning xohish talabidan kelib chiqqan holatda bo'ladi. Hammaga ham birdek bittada yoqadigan narsa qilib bera olmasligimiz mumkin. Lekin maksimalni har doim klientni rozi qilgan holatda oxirigacha shu o'zgarishlarni qilib to'g'rilab beramiz. Proyektimizni ko'rishingiz mumkin. Kirganimizda mana shunaqa katta hollni mana bu qismida akkuratniy polka bo'ladi. Sababi o'tiradigan zonani ajratish uchun kiraverishi shunaqa dizaynda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Holatda qoldirganmiz. Bu yoqda tosh oynamiz chiqib harakatlanayotganda, tashqariga chiqib o'tganda o'zingizga qarab ko'z to'g'rilab chiqib ketishingiz mumkin bo'ladigan joy. Hop, to'g'rida zalimizni hozir alohida ko'rsataman. Albatta paradniy zinamiz. Bu yerdan podvalga ham ikkinchi qavatga ham ko'tarilishimiz mumkin. Asosan panoramli romlar qilingan. Qo'lini ko'rasiz, hammasi katta romlardan qilingan. Bu yoqda mana televizor zonamiz. Bu yoqda mana akalarimiz baraka topsin, milliy xonamizni ham chiroyli holatda, Xudo xolisi yakunlab berishyapti. Addelka bo'yicha bemalol akalarimizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Mana milliy xonamizni ko'rishingiz mumkin. Marokesh uslubida arkalarimizni chiroyli qilib, milliy naqshlarimiz bilan ganchlarimiz bilan aralashtirib shu holatga olib kelingan. Bu yoqga to'g'ri o'tirgan bo'lsak, bu umumiy sanuzelimizni bu yoq tashqariga umumiy ishlaydigan bo'lsa, alohida tamburdan kirganimizda bu kattalar uchun mo'ljallangan birinchi qavatdagi yotoqxona. Yorug'likda ham bemalol. Xudo xolasa pardoz ishlar hozirni shukur ishlar ketyapti. Undan keyin nasib bo'lsa rang holatiga o'tamiz. Mana bu dushimiz. Bu yoqda alohida unitaz joy bo'ladi va rakvina. Hammasi xudo xolisi yaxshi holatda ketyapti. Endi qanaqadir ba'zi kam ko'stlar bo'lsa orada o'shani to'g'rilab bartaraf qilib imkon qadar hammasini birga bir holatda qilishga harakat qilyapmiz. Zalimizni ko'rishingiz mumkin. Bu zalimizni ham boshida kolonnalarni sal boshqacharoq holatda bo'lib qoladi. Endi egasi bilan kelishgan holatda bo'lgan edi. Keyin uni yana dizayn bo'yicha mana shunaqa birga bir holatga olib kelib akkuratlik qilib yakunladi. Ba'zi bir holatlar bo'ladi. Dizaynni chizib berasiz, lekin uni birga bir qilishga kelganda qanaqadir mablag' tomonlama yo nimadir sabab bo'ladi. O'shani birga bir chiqmay qolishi mumkin. U dizayner aybi bilan bo'lmaydi, xonadonning egasining tanlovi bilan bo'ladigan narsalar bo'ladi. Shu holatda joyga qilishadi. Biz o'zi har doim birga bir qilaylik. Mana bu narsani ham topsa bo'ladi deb aytamiz. Lekin o'zligi boshqacha tanlov qilishgandan keyin o'sha holatda hamma narsani tayyor qilib joylariga yopishtirgandan keyin o'zligi yoqmay qoladi. Baribir yana dizaynga qaytib, dizaynerlar aytganini qilishga majbur bo'lishadi. Shuning uchun imkon qadar dizayndan chiqmagan holatda dizayn chizdirdinglar, pul to'ladinglarmi? Shu holatda qilishinglarni tavsiya qilamiz. Bu ikkinchi qavat hollimiz.
divan kreslo, televizor turadigan joy. Hop, chap qo'ldan boshlasa, qizlar uchun alohida chiroyli xona qilib berganlar. O'zini dushi va bu yoqda dam oladigan xonasi. To'g'ri, mana chiroyli qilib oynalarni cheti yonadi. Xudo xolasa yana to'lib bitganda chiroyli qilib obzor qilib beraman. Hop, ikkinchi qavatga ham alohida o'g'illari bor. O'g'il uylantirganda bitta o'ziga zali bo'lsin, bitta o'ziga yotoqxonasi bo'lsin deganlar. Mana yotoqxonalarni ko'rishingiz mumkin. O'zini alohida vanna xonalari bilan, hop, sanuzeli. Nimaga dush qilmaganmiz bu yerga? Xudo xolasa Alloh berib uylanib farzandli bo'ladigan bo'lsa, vanni juda qulay farzandni cho'miltirish uchun. Mana bu yoqda bizning yotoqxonamiz. Har bitta xonaga mana shunaqa tepadan pastgacha tosh oyna qilingan. Yonida televizor. Endi televizor qo'shimcha страховка qo'yib ketiladi, lekin o'zi aslida hozirgi kunda menimcha xonadonda televizor ham yotib ko'radigan odam qolmagan bo'lsa kerak. Mana bu mehmonxona. Hop, mana ramkani orasi ochuvligi, o'rtasida tarog'i bor. Hali mebelli ishlari bor-da, shunga mazgina chala ko'rinishi mumkin. Hop, mana tegalarimiz hammasi Xudo xolasa oppoqga sepilsa juda chiroyli bo'ladi. Absolyutni patologlarni men oppoq qilish tarafdoriman. Endi bu men dizayner sifatida o'zimga yoqadigan narsa. Imkon qadar patologga o'zi rang ishlatmayman. Kimdir turlov so'ragandagina majbur qilib berishimiz mumkin, lekin aslida men absolyutni oppoq bo'lish tarafdoriman. Bu ham yana bitta farzandlarning xona. Umumiy tepada o'zi bilasizlar, hozirgi kunda qanaqa uchastka qurilishidan qat'iy nazar hammasida yotoqxona bo'ladi ikkinchi qavatda. Televizor turadi. Bu qizlarga mo'ljallangan bu ham. Bunisi kichkina o'g'illarga mo'ljallangan xona. Hammasini o'zining yonida kravati, dars stoli bo'ladi, bu yoqda katta keng shkafi bilan bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Tepadan ham bitta qarab qo'yilib qo'liga. Juda chiroyli bo'ladi xonasi. Kim agar shunaqa hovli niyat qilgan bo'lsa, Alloh hammani niyatiga yetkazsin. Dizayn arxitektura bo'yicha xizmatlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilsanglar, chiroyli holatda Xudo xolasa noldan podключam qilib qurib beramiz. Yoki faqat proyektini o'zi bo'lsa, proyektlarni ham chiroyli qilib chizib berishimiz mumkin bo'ladi. Alloh hammani ishiga rivoj bersin, hammaga shunaqa yaxshi qo'llar nasib qilsin.